Men doktor Sumanta Gupta. Men Hindistonning Faridabad shahrida joylashgan Metro shifoxonasining saraton kasalliklar bo'limini direktori bo'laman. Bizda ximiyoterapiya, nurli terapiya, immunoterapiya, shuningdek robot yordamida operatsiyalar va eng so'nggi nurlanish usullari, jumladan interaktiv radiatsiya mavjud. Biz suyak iliga ko'chirib o'tkazish va kart hujayra terapiyasi markazimiz. Bizning shifoxonamizda eng so'nggi texnologiyalar mavjud. Saraton kasalligini rivojlantiruvchi xavf omillar qanday? Agar biz saraton haqida gapiradigan bo'lsak, uning keng tarqalgan xavf omillari orasida ovqatlanish odatlari birinchi o'rinda turadi. Ratsionda juda ko'p qayta ishlangan oziq-ovqatlarning bo'lishi, yashil bargli sabzavotlar yoki organik mahsulotlarning yetishmovchiligi, spirtli ichimliklar va tamakidan foydalanish saraton kasallarining taxminan 65% ga sabab bo'ladi. Irsiy yoki genetik omillar esa taxminan 5% ni tashkil qiladi. Saratonni qanday tashxislaysiz? Saraton tashxisi qo'yish uchun ikkita muhim narsa kerak. Ulardan biri patologiya bo'lib, bu biopsiya yoki sitologiya orqali aniqlanadi. Ikkinchisi esa PET-CT skanerlash usuli. Saratonni tasdiqlash uchun gistopatologiya yoki to'qima namunasi kerak bo'ladi. To'qima namunasi olingandan keyin esa PET-CT kabi skanerlash o'tkaziladi. Bu orqali saratonning qayerga tarqalganini aniqlab, o'smaning bosqichini belgilash mumkin. Ko'krak bezi saratonining ogohlantiruvchi belgilari qanday va u qanday tashxislanadi? Ko'krak bezi saratonining eng keng tarqalgan dastlabki belgilari shunday. Ko'krakda har qanday tuguncha yoki shish paydo bo'ladi. Nipellarning ichkariga tortilishi, nipellardan qon ajralishi, ko'krak shakli yoki to'qimasida o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Biz bemorni mammografiya apparati orqali tekshiruvlardan o'tamiz va tashxis qo'yamiz. Saratonni davolash uchun qanday usullar mavjud? Eng keng tarqalgan usullardan biri bu radioterapiya, jarrohlik va ximiyoterapiya hisoblanadi. Bu usullar hozir yanada rivojlanib, kichik yo'nalishlarga bo'linmoqda. Radioterapiyada hozir stereotaktik nurlanish mavjud bo'lib, u juda aniq yo'naltirilgan lazerga o'xshash nurlanish usulidir. Jarrohlik sohasida esa hozir robot yordamida va minimal invaziv operatsiyalarga o'tilmoqda. Ximioterapiyada esa og'iz orqali qabul qilinadigan ximiyoterapiya kabi zamonaviy usullarni o'z ichiga olmoqda. Ximiyoterapiya va radioterapiya eng tarqalgan nojo'ya ta'sirlari qanday? Har qanday davolash usulining eng keng tarqalgan nojo'ya ta'siri bu charchoq yoki zaiflik bo'lib, bu grippda his qilinadigan holatga o'xshash bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odamlarda oddiy ximiyoterapiya natijasida soch to'kilishi kuzatilishi mumkin. Lekin hozirda zamonaviy ximiyoterapiya usullari bemorlar tomonidan yaxshi qabul qilinadi va ularda jiddiy nojo'ya ta'sirlar deyarli kuzatilmaydi. Suyak iliga ko'chirib o'tkazish nima va u nima uchun kerak? Ba'zi qon saratonlari va qon kasalliklarida suyak iligi transplantatsiyasi talab qilinadi. Kasallik nazorat ostiga olingandan so'ng bemorga ildiz hujayralari yuboriladi. Bu hujayralar bemorning o'zidan yoki donor, aka-uka, opa-singil yoki mos keluvchi begonadan olinishi mumkin. Bu usul ushbu turdagi kasalliklar uchun yagona to'liq davolovchi usul hisoblanadi. Eng ko'p qo'llanadigan kasalliklar: o'tkir leukemiya, ko'p marta qaytalanadigan miyelamiya, non-Hodgkins limfomalari, aplastik anemiya va ba'zi irsiy kasalliklar.